O'zi aslida nima uchun pistirmada qo'yib ish olib borishadi, ya'ni faoliyat olib borishadi. Agar haqiqatdan ham shu joyda tezlikni oshirmaslikni, haydovchilar tezlikni oshirmaslikni istashsa edi, ko'rinib turib faoliyat olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Multiradar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz budjetniy radar detektor va premium klass radar detektorlarini nima uchun turlari har xil va nima uchun budjetniy radar detektor deb aytilishini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikka ma'lum, ko'pchilik biladi bu narsani, balkim oramizda bilmaydiganlar ham bordir. Hozir mana bu qo'limdagi yangi chiqqan 5-avlod radar detektori Silverstone F1 kompaniyasidan Doppler Pro Wi-Fi radar detektori. Bu haqida ham videolar ko'p olganmiz, videolarni ko'rsatib beramiz. Multiradarlar haqida. Bugungi kunda muammoli radarlar asosan ko'chib yuradigan radarlar. Ya'ni shu 360 ekin patrul biz bilamiz, multiradarlar, ular ham ko'chib yuradi va 3 oyoq radarlari. Pistirmadagi 3 oyoq radarlari. O'zi aslida nima uchun pistirmada qo'yib ish olib borishadi, ya'ni faoliyat olib borishadi. Agar haqiqatdan ham shu joyda tezlikni oshirmaslikni, haydovchilar tezlikni oshirmaslikni istashsa edi, ko'rinib turib faoliyat olib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Men buni bir necha marta aytganman. Masalan, tezlikni oshirgan haydovchilarni cho'nchaklariga zarba berib, ularni tarbiyaga chaqirish maqsadida yashirib qo'yib agarda ish faoliyat olib borilsa, bu qanchalik to'g'ri? Albatta siz o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Yashirincha faoliyat olib borilayotgan paytda haydovchi o'sha radarni ko'rmasdan tezlikni oshirib qo'ysa biroz, natijada har xil oqibatlarga olib kelsa, masalan, boshqaruvni yo'qotib qo'yib, katta tezlikda yo bo'lmasam, xudo saqlasin, bu kimni urib yuborib, olamdan o'tishiga sababchi bo'lib qolsa, o'sha shofyor uni uyiga qanchalik katta miqdorda jarima jo'nating, baribir o'sha insonni, urib yuborgan insonni hayotini tiklay olmaysiz. Shuning uchun agarda ko'rinib tursa, YPX xodimlari, o'sha radarlar, umuman olganda ko'rinib ish faoliyat olib borilsa, kelayotgan shofyor albatta o'zini hushyorlikka chaqiradi, ya'ni to'g'rilab oladi o'zini. Haydovchilik kamarini taqmagan bo'lsa, taqib oladi. Mobil telefondan gaplashayotgan bo'lsa, telefonni qo'yadi. Ya'ni nima demoqchiman? O'zini to'g'rilab oladi. Albatta biz chaqirib qolamiz, tezlikni me'yordan oshirmaslikka, yo'l harakat qoidalariga amal qilishga chaqirib qolamiz. Bizning maqsadimiz endi shofyorlar ham har xil, YPX xodimlari ham har xil. Shuning uchun umumlashtirish, ya'ni birlikka olib kelish, ya'ni qaysi ma'nodagi yo'lda harakatlanayotgan har bir haydovchi uydan chiqayotganda hech qachon birovni uraman, hozir qoidani buzaman deb chiqmaydi. Yo'l patrul xodimlari esa ular ham kimnidir hozir ushlab qaqshataman degan ma'noda chiqmasa kerak deb o'ylayman. O'zim fikrim, albatta shaxsiy fikrim. Mana shu ko'rinib faoliyat olib borilsa, haydovchilar ham o'zini to'g'rilab, yo'l harakat qoidalariga amal qilishga maksimal harakat qilishadi. Men shuni deb o'ylayman. Mening fikrim albatta. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentarda qoldiring. Xo'p, radarlarga kelsak, o'sha pistirmadagi yashirinib turadigan radarlarga, multiradarlarga xususan mana bu radar detektorlarni natijalarini ko'ramiz. Bu o'zi aslida assistent hisoblanadi. Radar detektor xalq tilida aytganda antiradar deyiladi. Bu antiradarlar assistent hisoblanadi. Haydovchilarni yo'l harakati qoidalariga amal qilishiga yordam beruvchi, eslatuvchi bir qurilma hisoblanadi. Hozirgi kunda zamonaviy aqlli qurilmalar ko'payib ketdi. Shu qatorda mana hozir eng lider bo'lgan kompaniya O'zbekistonda Silverstone F1 kompaniyasining Doppler Pro Wi-Fi radar detektori. Bu 5-avlod radar detektori hisoblanadi. Buning ichida ikkita elana osvetchili bor. Signaturasi O'zbekiston bo'ylab barcha radarlar olingan va undan tashqari bu ikkita elana bo'lgandan keyin uzoqdan radarlarni ko'radi. O'sha malomoshniy radarlar, ya'ni shu 3 oyoq, multiradar, shunga o'xshagan radarlarni juda ham ajoyib ko'radi.
Xo'p, endi biz bunda qo'shimcha funksiyalari bor. Hozir ko'p gapirmaymiz. Birinchi testlarni ko'ramiz. Testdan keyin bir nima uchun shunaqa ishlaganini va nima o'zgarishlar borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Monaco Pro'dan boshlaymiz. Sochi Pro'ni ham ko'ramiz va mana bu 5-avlodni ham ko'ramiz. Monaco Pro, Sochi Pro'lar ular 4-avlod radar detektorlari. Keling, yaxshisi 4 va 5-avlodning farqlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Возможно, мобильная камера. На 70. Taxmin mana shu joyda budjetni radar detektordan deteksiyasi bo'ldi, eslab qoling. Мультирадар. Возможно, мобильная камера. На 70. Снижайте скорость. Ko'rib tursiz, masofa deyarli bir xil. Мультирадар. Qo'shimcha farqlarini esa video davomida sizga aytib o'taman. Mana 10 qo'lda multiradar. Ana endi premium klass radar detektorini Doppler Pro Wi-Fi ni ko'rib chiqamiz. Albatta masofasiga e'tibor bering. Снижайте скорость. A'lo natija, juda ham masofa uzoq. Мультирадар. 200. 4-avlod radar detektorlari mana shu joydan topgan edi. Mana do'stlar, o'zingiz hozir videoni ko'rdingiz, farqlarni ham ko'rdingiz. Monaco Pro radar detektor Silver Sniper kompaniyasidan bu budjetli radar detektor hisoblanadi. Chalib ketdim. Do'stlar, mana o'zingiz ko'rdingiz video davomida Monaco Pro radar detektordan tortib Doppler Pro gacha hozir sizga video testlarini ko'rsatdim. Demak, 4-avlod radar detektori. Bu qanday radar detektori? Bu 2023-yil ishlab chiqarilgan aslida. Demak, bunda bitta elana usitili bor. Elana usitili degani kuchaytirgich, ya'ni shu uslitel deyiladi, kuchaytirgich. Mana o'sha signal, ya'ni kam quvvatli radarlarni, kam to'lqin chiqaradigan, yaqinga tashlab turadigan radarlarni uzoqdan ko'rish uchun ichiga kuchaytirgich qo'yiladi. Ya'ni bunda o'sha kuchaytirgich bor. Bunda bitta kuchaytirgich turibdi. Bu budjetli klass radar detektor. Qaranglar. Bunda kunduz kecha qiladigan yonida o'sha qo'shimcha Sochi Pro'ga o'xshagan indikatsiyasi yo'q. Bu avtomatik ekran qorayib, ya'ni xiralashib, yorug'lashmaydi. Agar siz tunnelga kirsangiz yoki qorong'i tushsa, ekran yorug' bo'lib tursa, sizni g'ashingizga tegadi. Buni siz manual, ya'ni ruchnoy rejimini o'zgartirib xiralashtirishingiz mumkin. Demak, boshqa joylari yana qaysi ma'nosi? Displeysi buni bunga nisbatan premium klassga nisbatan displeysi kichkina buni. Displeysi kichkina, lekin kichkina bo'lgani bilan OLED displey bo'ladi. Kichkina bo'lgani bilan barcha ma'lumotlar sizga ko'rinib turadi. Ya'ni kerakli bo'lgan ma'lumot ko'rinadi. O'sha radardan kelayotgan to'lqin, uni signalini kuchligi 1, 2, 3 skala ketaveradi 9 gacha. Undan tashqari qaysi radar nomi, misol uchun megakam bo'lsa MG deb yozib turadi, multiradar bo'lsa MR deb yozib turadi ekranda. Hozir siz videoda ko'rgan bo'lsangiz, ekran pirillab turgan bo'lishi mumkin. Video davomida GoPro da syomka qilganmiz. Mana bunaqa kichkina kamerada syomka qilinadi mana. Mana shunaqa kamerada syomka qilamiz YouTube'dagi testlarimizni. Bu kamera shu mana pirillaganni shunaqa tushib qolgan, lekin hayotda unaqa emas. Yonida ko'rib turibsiz, oddiy 12 voltli bir dona bitta porti bor. Ya'ni pitaniyaga to'p beradigan joyi, zvukovoy ruletkasi, ya'ni ovozni ham baland qiladigan, ham o'chirib yoqadigani. Xullas, bu radar detektor haqida tinmay gapirish mumkin. Budjetli radar detektor qulay, puli ham zo'r, o'zi ham zo'r, narxi ham zo'r, natijasi ham yaxshi. Ko'rdinglar, multiradarni qanaqa topib o'tganini. Endi buni kripleniyasi oddiy mana bunaqa pristoska bo'ladi. Premium klassniki esa o'zingiz videoda ko'rdingiz, boshqacha bo'ladi. Ya'ni umuman boshqacha bo'ladi demoqchi edim. Kechirasiz, oynaga yopishtirgan paytingizda juda mustahkam yopishadi.
bir dona katta prisoskasi bor, miq etmay turadi va 360 gradusga xohlagan tarafingizga aylantirib qo'yishingiz mumkin. Bunda esa afsus bunaqa emas. Bunda shu bitta yopishtirasiz, tamom. Baland past qilishingiz mumkin, lekin buni yutuq tomoni ham bor. Buni tepaga akkuratni qilib, ya'ni shu xalaqit bermaydigan qilib yopishtirishingiz mumkin. Ko'p joy olmaydi. Mana shu tomonlari ham bor. Xullas, budjet radar detektor haqida aytib o'tdim. Bu kimga kerak bo'lsa, telefon raqam qoldiraman opisaniyada, pastda ekranda ham chiqadi. Telefon qilasizlar, O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Ko'rdinglar buni? Xo'p, endi keyingi radar detektorimiz Sochi Pro. Sochi Pro hozir mashinada edi menda, tushib olib chiqishga ozgina erindim to'g'risi. Sochi Pro haqida rasmini chiqarib qo'yaman, rasmini ko'rishingiz mumkin. Sochi Pro haqida ma'lumotlar, videolar ko'p chiqarganmiz. Flagman Sochi Pro yaxshi radar detektor, Silverstone'ni bir oldinga yaxshilab tortib ketgan, bir hamma o'zini tengdoshlarining ichida bitta ikkita kalla ustun bo'lgan radar detektor. Hozirgi kunda ham aktual radar detektori ham 20-yil ishlab chiqarilganiga qaramasdan, bu 23-yil ishlab chiqarilganida, eslab o'tdinglar. Kim bilsa agar 23-yil ishlab chiqarilgan, eslatib o'tay. Sochi Pro esa 20-yil ishlab chiqarilgan. Endi farqlarni ko'rib tursiz. Sochi Pro'ning ekrani katta, Monaco Pro'ga nisbatan uni yonida indikatsiyalari bor, kecha yorug', kunduzi yorug', kechqurun xiralashadigan avtomatik ravishda sezuvchi sensorlari bor. Undan tashqari ekrani katta deb aytdim va radardan kelayotgan chastotani, to'lqinlarni hattoki gertslargacha ko'rsatib turadi. Ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin va qo'shimcha ma'lumotlar bor ekran katta bo'lgani uchun. Va rupri ham katta, e'londan o'zgaruvchi Sochi Pro ham bitta va Sochi Pro ham 4-avlod radar detektori. Demak, Monaco Pro ham 4-avlod radar detektori hisoblanadi va Sochi Pro ham 4-avlod radar detektori hisoblanadi. Ishlashlarini ko'rdinglar, qanaqa ishlayapti video testda. O'zingizlar albatta farqlay oldinglar degan umiddaman. Narxlarini aytib o'taman. Monaco Pro hozirgi kunda o'zi $140 bu narxi. Lekin hozirgi kunda $120 narxda sotilyapti. Men dollarda aytyapman, balkim biz Qirg'izistondan, Qozog'istondan kuzatayotgan obunachilarimiz bordir, balkim Rossiyadan. $120 Monaco Pro sotilyapti hozirgi kunda aksiyada va Sochi Pro esa $160 narxda sotilyapti. Xuddi shu Sochi Pro'ning ham Wi-Fi'ligi bor. Sochi Pro Wi-Fi ham Sochi Pro bilan bir xil ishlaydi do'stlar. Faqatgina Wi-Fi qo'shilgani maqsadi nima uchun? Telefon orqali обновление qilish uchun, ya'ni smartfoningiz orqali istalgan joyingizda, istalgan nuqtada O'zbekistonni обновление qilishingiz mumkin. Darvoqe buni обновленияsi Monaco Pro'ning ham kompyuterda обновление bo'ladi. Sim orqali, USB sim orqali o'zini maxsus simi chiqadi korobkasidan. Shu orqali ham yangilab olsangiz bo'ladi. Demak, yangilash temasi ketdi hozir. Sochi Pro'da ham, oddiy Sochi Pro'ning o'zida ham ana shu kabel orqali qilinadi. Sochi Pro Wi-Fi ham hatto Wi-Fi bo'lganiga qaramay baribir 4-avlod hisoblanadi. Chunki unga faqatgina Wi-Fi qo'shilgan. Uni esa ham kompyuterdan, ham Wi-Fi'dan обновить qilishingiz mumkin, pрошивка qilishingiz mumkin. Endi 5-avlodga kelgan bo'lsak, Doppler Pro Wi-Fi 5-avlod radar detektor. Bu aytib o'tdim, yuqorida ikkita e'londan usluchili bor, tandem usluchil. Bunda o'sha pamexlarga qarshi himoya juda ham kuchli. Bu endi boshqa avlod, ya'ni bir pog'ona emas, 2 pog'ona hatto tepaga ko'tarilib ketdi Silverstone. Sababi bunda juda ham aqlli texnologiyalar, kuchli prosessorlar turibdi ichida. Reaksiyasi juda ham zo'r. Ortiqcha boshingiz og'ritib yolg'on signallarga signal olmaydi va uzoqdagi radarlarni, o'sha multiradar uzoqdan turgan bo'lsa, ancha uzoqdan oladi. Buni o'zingiz videoda ko'rib o'tdingiz. Buni ekrani rang-barang bo'lib chiqqan, цветной deyiladi va yoniga esa qo'l sezuvchi sensorlar qo'yilgan, ya'ni motion control deyiladi. Agar ovozi sizga yoqmasa, bitta harakat bilan ovozini jim qilib o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni aytib o'taman, bunda ham o'sha kunduzgacha bo'ladigan o'sha Sochi Pro'da bor funksiyalar bunda bor. Bundan tashqari bunda qo'shimcha yana funksiyalar bor. 3 xil metodda upgrade qilsa bo'ladi Wi-Fi orqali. Bu o'zi ham yangilaydi, ya'ni hotspot degan narsa bor. Hattoki uyingizda ham yangilashingiz mumkin. Uyingizda Wi-Fi bo'lsa, bunga dostуп berasiz, Wi-Fi ulanadi va internetdan avtomatik o'ziga kerak bo'lgan bazalarni yuklab oladi. Ya'ni o'zi yangilaydi. Bu birinchi metodda. Ikkinchi metodda ilovasi bor. iPhone, smartfon xullas Video Mix degan ilova bor. Pastda chiqarib qo'yaman screenshotni. O'sha Video Mix orqali yangilab olishingiz mumkin. Ilova orqali yangilab olsangiz bo'ladi smartfondan. Juda ham oson va juda ham tez. Va uchinchi stil esa bular yonida Type-C portini qoldirgan.
Type-C orqali ham buni ya'ni kompyuterdan yangilashingiz mumkin. 3 ta metodda yangilanadi. Xullas, yanada batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada savolingizni qoldirsangiz, men harakat qilaman savolingizga javob berishga. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana bugun ko'rib o'tdik o'zimiz 3 ta kategoriyani ko'rdik. Budjetniy klass, flagmani, keyin topovoy premium klassni ko'rdik mana. 3 ta klassni ko'rdik. Qani kimga qanaqa ma'qul bo'ldi? Budjetniy klass ham masalan kimdir aytishi mumkin, menga shu ham yetadi. Masofasi yomon emas. Men bemalol o'zimni o'nglay olaman, mabodo tezlikni oshirib qo'ysam. Assistentlarni maslahat beramiz. Yaxshi ajoyib qurilma. Bugungi kunda radarlar ham ko'payib ketgan. O'zingiz bilasiz, va pistirmadagi radarlar ham ko'payib ketgan va shularga qarshi mana bunaqa radar detektorlar. Bular sizni faqatgina ogohlantiradi. Hech qaysi kompaniya sizga garantiya bermaydi, tezlikka tushib qolmaysiz deb. Avvalo o'zingizga bog'liq. Yo'l harakati qoidasiga amal qilib yursangiz, albatta tushmaysiz, lekin ba'zida 60 mi 70 bilmay qolamiz. Bu radar detektorlar qayerda 60, qayerda 70 sizni, qayerda 100 kerak bo'lsa ogohlantirib turadi va radargacha necha metr bor masofasini ham sizga aytib turadi do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta shu videoga bitta like bosing. Boshqalar ham ko'rsin. Sababi qanchalik like ko'p bo'lsa, YouTube buni rekomendatsiyaga chiqaradi. Boshqa do'stlarimiz, yaqinlarimiz, aka-ukalarimiz ko'rsin. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. O'z manzilingizga eson-omon yetib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.